Mana bu hozir har xil kraskalar yordamida rasm chizmoqchi. Живой qilib hozir siz jarayonni olamiz. Qoyilmi? San'at oddiy kraskalar yordamida manzarani hozir chizadi. Buna qarasangiz chaplab tashlagan bir bola, hozir. Bir nimani mo'ljallayapti bu bolangizni. Shu orqaroq o'tib oling, mayli. Shunaqa qilib Galerga. Yaqinroq qarab, chiroyli. rasmdagi olishyapti. Odam xalq olamo qarab tomosha qilib nima bo'lar ekan. Chizayotgan odamni o'zi ham bilmaydi oxirida nima bilan tugashini. Xursh degan ko'rsatishda buni. Ha, xursh yig'lab olsa kerak. Voy, qo'y. Hatto sinitda buni, ha. O'xshaganini qarang, lekin tsveti переходda. Yer bilan quyosh chizdi hozir. Tamomda. Yo'qmi? Xudo o'zi ham bilmaydi chizayotgan. Oxirida aytadi keyin. Qanaqa chizayotgandim bu. Bu yog'i shpatilla bilan ketdi, bu yog'i mana. Manhattan'dagi zdaniyani chizyapti. Hozir bu Empire State Building chizyapti. Qo'y bilib, tomon imni protsessini ko'rsangiz, tuzilmay olib qolasiz. Zdaniyani chizdi hozir. Tomosha qiling buni. Qo'y. Zdaniyani chizyapti hammasini. Hozir anaqa bridge chizyapti. Ya'ni most. Oh, nice. Hozir paloskalarini tushirish kerak ham. O'zim ham chizishni boshlab o'zim bo'laga. Qotlovman uchun. Bu Manhattan Bridge, ya'ni Manhattan ko'prigi. Bu yo'lga hozir dengizni chizish kerak. Just my signature, that's it. You can put it. Everybody's girl. Hali tugatmadi, odamga sotib olaman deyapti. Mana bittasi kelib tiqildi-da, kallasini tiqdi. Menga sal chalib qoldi. Dengizda oyi отражение tushyapti, o'shani chizyapti. Ha? Ana bo'lmasin. Yeah. Bu yulduz tushayotgandek qildi. Hozir mana qo'lini qo'yapti. Fokus. Bu tushgan. Shu turishiga $20 ga sotadi. Mana. Qo'yli, вообще qo'yil qolsa bo'ladi. Unda qancha vaqt oldi mana shu narsa? $20 ga qarasangiz qanaqa shedevr deysiz. Undan tapib $20 turishiga sotaveradi. Bu
уже oddiy kraska tez quriydi va banaqa yopishib Tursan olib qolmaydi. qo'ysam bo'lar ekan. Endi men buni ko'tarib keta olmayman-da, to'g'ri? $20 ga sotib oldim. Oyle. Bo'ldi ana.